Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi video obzorimizda XMG brendidan XC956 3.2 kubali frontalniy pogrushchik. Bu pogrushchigimizni kovishga keladigan bo'lsak, 3.2 kuba, ya'ni 5 tonnagacha bo'lgan yukni 3 metr 70 sm balandligigacha olib chiqib beradi. Texnikamiz juda ham mustahkam qilib ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Silindrimiz, asosiy silindrimizda mana yonida ikkita yordamchi silindrlarimiz mavjud. Shinalarimizga keladigan bo'lsak, brendi XMG 23.5 ga 25 razmerdagi shinalar bilan jihozlangan. Rullovoy silindrlarimizga keladigan bo'lsak, ikkita rullovoy silindrimiz bor, juda ham mustahkam qilib ishlangan. Bu texnikamizning uzunligi 8 metr 60 sm, eniga 3 metr, balandligi 3.50 ni tashkil qiladi. Bu texnikamizning asosiy qismiga ham yetib keldik. Texnikamizning dvigateli Vichay brendidan 220 ta ot kuchiga ega dvigatel bilan jihozlangan. Mana salon qismiga ham kirib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Texnikamizning boshqaruv rычagi joystick, rulimizni, bu yerda svetodiodli monitorimiz bor, tabloyimiz, bu yerdan dvorniklarni, faralarni boshqarishingiz uchun knopka, magnitofonimiz bor, konditsioner, pechka, ventilyatorlarimiz, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Pardalarimizgacha bor. Воздушный sideniyamiz ham bor. Hamma mijozlarimiz so'rashadi. Bu texnikamizda bor. Shu zavod tomonidan ofitsialniy beriladigan zip komplektlarimizgacha ham bor. Do'stlar, video obzorimizni ham tugatib oldik. Ko'rishingiz mumkin, ushbu texnikamiz TAS kompaniyasi sotuvda tayyor turibdi. Narxiga keladigan bo'lsa, $54,000. Bu narx faqat bir hafta amal qiladi. Kimga sifatli shunaqa video kontentli qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi video obzorimizda qaysi texnikani olishimizni xohlaysizlar? Izohlarda yozib ketinglar.